Sobira opa, chiya iste'mol qilib semirib ketdim. Qattiq xato qilgan bo'lishim mumkin. Bilasizmi, ko'pchilik chiya iste'mol qilib faqat ozish mumkin deb o'ylashadi. Aslida esa men ko'pincha semirish xohlovchilar uchun chiya iste'mol qilishni maslahat beraman. Agar siz chiyani ovqatdan keyin iste'mol qilsangiz, sog'lom vazn yig'ishingizga yordam beradi. Sababi chiyani tarkibida juda ham oqsil ko'p, vitamin, minerallar ko'p va albatta ovqatdan keyin iste'mol qilingani sizga yana ham energiya beradi, quvvat beradi va vazn olishingizga yordam beradi. Agar ozish maqsadida chiyadan to'g'ri foydalanishni bilmayotgan bo'lsangiz, yaxshilab eshitib oling. Agar siz chiyani iste'mol qilayotganingizda perikus o'rniga yoki ovqatdan keyin yeydigan bo'lsangiz, umuman natija ola olmaysiz. Uni faqatgina ovqat o'rniga almashtirishingiz mumkin. Sababi unda kaloriya ham baland bo'ladi. Agar siz ertalab go'sht bilan sabzavotlar iste'mol qilib, ketidan chiya iste'mol qilsangiz semirasiz. Go'shtni, sabzavotlarni olib tashlab, o'rniga chiya bilan qatuvni iste'mol qiladigan bo'lsangiz, unda vazn tashlashingiz uchun yordam beradi. Ya'ni o'rniga o'rin almashtirishingiz kerak bo'ladi.